Bu yaponcha miso sho'rva. Men uchun eng vitaminga boy, hazmi oson, lekin to'yimli taom hisoblanadi. Tayyorlanishi juda ham oson. An'anaviy usuli bo'yicha qaynab turgan suvga 2-3 dona chesnoq, baliq ta'mini beruvchi ziravor va miso pastani qo'shamiz. Bu ikki mahsulotni Uzum Market va Alberis yoki maxsus yapon tovarlar sotiladigan do'kondan topishingiz mumkin. Sho'rvani sabzavotlar bilan boyitamiz. Menda qo'ziqorin, ismaloq, undirilgan mosh va tofu va oxirgi ikki mahsulot ham tuxum va go'shtni o'rnini bosuvchi juda foydali, hazmi oson mahsulot hisoblanadi. Oxirgisi kletchatka va yodga boy dengiz karami. Uni 15 daqiqaga ivitib, keyin sho'rvaga solamiz. Sho'rvamiz 10 daqiqa qaynagandan keyin tayyor. Uni qaynagan lapsha bilan tortishingiz mumkin. Tayyorlab ko'rishni 100% maslahat beraman, chunki bu ham foydali, ham hazmi oson va tayyorlanishi oson taom. Yoqimli ishtaha.